Assalomu alaykum hurmatli tadbirkor hamkorlar. Men sizlarga birlikte uchrashuv o'tkazib o'tiramiz. Uchrashuv o'tkazgandagi maqsadimiz kredit berib, tadbirkorlikni yanada rivojlantiruv hamda shu orqali yangi жұмыс o'rinlarini yaratuv maqsadida bizlarda bir qancha kredit turlari bor. Masalan, 312 sonli qaralsangiz 100 millionga chiqib 5 yillik kreditlarimiz bor. 7 yil muddatga 6 yil 2 yil imtiyozda bor. Protsenti erkek adam uchun 21%, ayol adam uchun 19%. Yani ayol adamlarga 2% jadid chegirma bor. Bugungi davr deganimiz, masalan, siz tadbirkorsiz, bir qandaydir bir uskuna olib keldingiz. Ya'ni bir pechene ishlab chiqaradigan bo'lsa, bir qand ishlab chiqaradigan bo'lsa, shay ishlab chiqaradigan. Sozatni o'zining bozorini topib ketaman degan ish lugotda bu. Birdaniga ko'p pul to'latmay, azmonday pul to'lab tursin degan ma'noda lugotda